Alo. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Domla, yaxshimisiz, aka? Rahmat, tuzumsiz? Yaxshi. Aka, men G'ayratjonman Lug'ondan. O G'ayratjon aka. Abduhalimga telefon qilsam, telefoniga tusholmayapti. Yomg'irda o'z svetlar qo'ygan, o'shanga bo'lsa kerak. Sizning nomeringiz bor ekan, sizga telefon qilyapman to'g'ri. Aha. Deng, yomg'ir tinmayapti hozir. Anaqa kurtkasini borishimiz kerak, bakkaskani kurtka. Yomg'irda yog'ib borib olmayapti. Shunga haligi bir masjidlarda qo'ydik yomg'ir yoqsin deb. Ha. O'shanga tindiradiganini ham o'qish kerakmi? Birata duosi bo'lsa, o'shani o'qib bering, domla. Ha, bo'ldi. Men hozir duosini o'rgataman. Esingizdan chiqib qolmasmiki, yozib olasizmi? Uni arabcha yozish kerakmi? Yo'q, qarang. O'zbekchasini o'rgatib qo'yaman sizga. O'raqni olasiz? O'raq? Ha. O'raqni olasiz. Shop bobolarim deb turib yerga 3 marta suqib qo'ying, yomg'ir to'xtaydi. Chop bobolarim, Shop bobolarim turib yerga 3 marta suqib qo'ying, yomg'ir bitada to'xtaydi. Yomg'irga suqamanmi buning? Yo'q, luboy yerga suqaverasiz, suqiladigan joyga. Shunda tinadimi yomg'ir? Tinadi. Mana biz tomonda tingan-ku. Biz shunaqa qilib tindirib qo'yyapmiz. Ha, bo'ldi. Nima dedingiz? Shop bobolarim turib o'raqni yerga 3 marta suqib qo'ysangiz, yomg'ir tinadi. O'raq turaveradi, yo'q, olib qo'yamanmi? Turaveradi o'raq. Ha, bo'ldi, modam. Kerak bo'lsa yana olsam yog'averadi. Yana yog'dirish kerak bo'lsa, Abduhalimga telefon qilasiz, duosini qiladik, yana yog'adi. O'raq kesar ekanda, uch qo'lganda. Ha. Bo'ldi. Domla, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling.